Bizni bu yerga plato sog'lomlashtirish maskani mehmonga chaqirgan. Keling avvalo ushbu maskan haqida so'zlab beraman. So'ngra yana tabiatga qaytamiz. Plato sog'lomlashtirish va dam olish maskani. Bu maskanda yaqinlar, oila yoki do'stlar bilan hamrohlikda maroqli dam olishingiz mumkin. Shu bilan birga sog'lig'ingizni tiklash, nafas yo'llarida muammosi borlar uchun maxsus muolajalar tashkil qilingan. Sog'lomlashtirish maskanida odam soniga qarab xona tanlashingiz mumkin. Buning uchun shinam xonalar muntazir. Bu yerda menga yoqqan tarafi xonalarning shinamligi hamda oilaviy keladigan bo'lsangiz, er-xotin uchun alohida yotoqxona bo'ladigan bo'lsa, farzandlari uchun alohida yotoqxona. Mana shu tarafi ham juda yoqdi. Joylashganingizdan so'ng esa avvalo shifokor ko'rigidan o'tasiz. Shifokor sog'lig'ingizni tiklashga eng ma'qul bo'lgan muolajalarni belgilab beradi. Zominga keluvchilarning ba'zilari asosan o'zlarining nafas yo'llaridagi muammolari sababli, bronxit, astma, nafas yetishmovchiligi sababli tashrif buyurishadi. Plato sog'lomlashtirish markazida esa mana bunday tuzli g'or tashkil qilingan. Tuz bilan davolash, ya'ni sun'iy mikroiqlim galoterapiya xalqimiz orasida tuzli g'or nomi bilan tanilgan bo'lib, bu usul nafas yo'llari kasalliklarini davolash va oldini olishda yaxshi natija beradi. Rinit, rinofaringit, traxit, bronxit, surunkali bronxit, bronxial astma va boshqa ko'plab nafas yo'llari kasalliklarini aynan galoterapiyada davolash mumkin. Men bolam ko'k yo'tal bo'lganda, bu yerga kelganimda, ichki sut olib kelib berishdi, keyin mashti hamma lichenasini olganda, rezultat bo'ldi, natijasi. Bolam yo'tali mashti tuzaldi, ukol dorisiz. Shuning uchun immunitetiga yaxshi bo'lsin. Mana hozir archilik gullagan payti, yana allergichnik bo'lgani uchun yana olib keldik. Hozir allergiyasi o'zi kelishi bilan yo'tallari yana tarqab ketdi. Havosi toza ham archi gullaganda, rosa immunitet bo'ladi, foydasi ko'p deyishganiga yana olib keldik.